Munira, qayerda yuribsan dovdirab? Anta kelin tutib qoldi-yu. Bor oldini tozala. Ijro bo'lgan. Bularni olsam maylimi? Olavering. Xo'p bo'ladi. Bunaqa chiroyli qiz, bunaqa ishda yurish yaxshi emas. Xohlasangiz meni firmamga keling. Yo'q, rahmat. Shart emas. Yomon o'zingni olarkansan-a? Meni himoya qilmaganingiz uchun rahmat sizga. Aka, sizga kimman o'zi? Bitta singingizmi axir? Nega meni o'sha yaramasdan himoya qilmadingiz aka? Nega? Senga shunaqa hayot yo'qotdim, o'zing tanlagan hayot yo'q. Qale ekan, menga qara, boshi ochiq ayollari mana shunaqa qizlar kutadi. Men senga 100 marta aytdim-a, shu eringni topganiga qanoat qilmading. Sabr qilmading, shukr qilmading. Ko'chaga chiqib ketding, ishlayman, o'zim bo'laman, xohlaganim qilaman dedi. Mana, qil endi. Qanday bo'lar ekan ishlash? Boshi ochiq ayolga hattoki ko'chadagi it ham qaraydi. Ering tilla odam edi. Qadriga yetmading. Bu o'zing tanlagan yo'l. Men seni hayotingga aralashmayman. Boshida qancha gapirganmasak. O'zim ham pushaymonman. Meni kechiring aka. Hammasini tushundim. Menga qara. Ishdan chiqqandan keyin to'g'ri uyga boring, tushundingmi? Gaplashib olamiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bekzod aka, yaxshimisiz? Rahmat. Sizdan uzr so'ragani keldik. Ichkarida gaplashaylik. Bekzodbek, siz yaxshi insonsiz. Lekin hozirgi kunda bilasizmi, ajrimlar nimaga ko'p? Ba'zi bir ayollar erini topganiga itoat qilmayapti. Sabr qilmayapti, shukr qilmayapti. Mana shulardan biri meni singlim. Men singlim bilan gaplashdim. Sizdan ishdan pushayman. Tavbasiga tayandi. To'g'rimi? Jiyanlarim uchun mana singlimni kechiring. Bu oxirgisi. Men sizga va'da beraman. Sizga umuman gap qaytarmayman. Topganingizga qanoat qiladi. Jo'ran aka, men singizdan xafa emasman. Axir u farzandlarimning onasi. Ozgina sabr qilsa, Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men buni kechirgan. Rahmat. Tarbiya bergan otangizni rahmat. Oilada asosan kelishmovchiliklar mana shu yetishmovchilikdan, shukr qilmaslikdan kelib chiqadi. Xudo xolisa hali ishlaringiz yaxshi bo'lib ketadi. Ozroq sabr qilish kerak. Yerda aytganini qilish kerak. Ko'chani xoyu havasli o'ylash kerak emas. Hamma joyda o'zini toshi tarozisi bor. O'z ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xo'p turibdi. Jaralar bilan qiynalmayapsiz. Amallo. Shu desangiz, sizga hasinimga bir hadyam bor. Hadya? Qabul qilsalaring agar sizlar uchun Den Group'dan 3 xonali uy oldim. Rahmat akajon. Rahmat. Pullaringiz ko'p bo'lsa, rahmat. Baraka toping. Maza qilib, baxtli bo'lib yashanglar, jiyanlarim. Rahmat, baraka toping. Xudo xolasa yangi uyga ko'chib olganlaringdan keyin faqatgina yaxshi kunlarda kelaylik. To'y hashamlarda kelaylik. Baxtli bo'linglar. Ilohim, bitgan kelsin.